fizik, kimik, yo bir tabib, yo bir domla bizni hayotimizga, e'tiqodimizga, dinimizga, hayot va oxiratimizga foydasi bor roliklarni qo'ysa, prosmotr 4000, 3000, 5000 nima bu? Bu degan bilasizmi degani? Yaxshilikka qiziquvchidan ko'ra yomonlikka qiziquvchi ko'p degan. Bu yaxshi emas bu. To'g'rimi? Shuning uchun biz nima qilaylik? Shu narsalar men internetda qiziqdim. Nimaniki prosmotri ko'p bo'lsa, nimaniki haligi biz rozimiz, zo'r gapirasiz degan bunaqa tugma bor-ku. Shuni ko'p bosilsa, o'shani internet qilib beraverar ekan. Kelinglar, o'sha narsani yomon ko'radigan ham bitta internetga kelsa, peshanasini paqqatib biz chiqishligimiz uchun qilish kerak shu ishlarni. Chiqaverish kerak. YouTube'ga kirsa ham, Facebook'ga kirsa ham, oxiri shuni bir eshitib